Agarda sizni mashinangiz motori ketib qoladigan bo'lsa, motorga nechta rasxod ketadi? Ko'rib chiqamiz. Malibu 2, Captiva 4, Malibu 1 mashinasiga atmosferniy 2.4 mana shunaqa akkuratniy turgan motor narxi $1050 ekan. Lacetti 1.8 mana shunaqa zboriy holatdagina yaxshi motor olaman desiz, narxi $850. Agarda stalba holatda olaman desiz, $650 qilib berishar ekan. Spark 125 mana bunaqa yaxshi holatdagi motor narxi $520 ekan. Gentra, Cobalt, Nexus mashinasining yangi mana shunaqa masla holatdagi motori narxi $630. Tracker 1.8 mana shunaqa zboriy holatdagi motor narxi atigi $900 ekan. Agarda stalba holatda sota olaman desiz, $700 ekan. Bu videoni boru har bitta mashinasi bor yaqin do'stlarga jo'natamiz, manfaatli bo'lishi aniq. Sizga savol, o'zi mashinangiz motori ketganda, mashinangiz motorini generalniy remont qildirganingiz yaxshimi yoki mana shunaqa sifatli motorlarni ustanovka qilib yuborganingiz yaxshimi? Kommentariyada o'zingiz javob yozib qoldirasiz. Sizga maslahat, mashinangiz motori ketib qolishidan oldin eng katta sabab bo'ladigan mashinangiz motori moyiga yaxshilab e'tibor bering. Rowe moyini quyishni tavsiya beraman. Haqiqiy nemetskiy moy bo'ladi. Kafolatlangan sifatli moy. Roweni quyurasiz, maza qilib yuraverasiz.